Ko'pkarida shunaqa voqea bo'lgan ekan. Bir qishloqda polvoni va qishloqda polvonlari haqida gapirdingiz. Bir qishloqda polvoni birinchi zotdan o'sha tuyi olib tashlagan. Uni bermagan zotni. Keyingisiga bermagandan keyin qarab turibdi, o'zlaringga tegishli ot bilan bir ko'zlaringni o'yaman debdi-da. O'sha yoki to'y egasiga yoki shu bakovliga tegishliroq, yaqinroq bo'lgan otni minib olibdi-da. Hozir tuyganga bermaslikni qanday bir sizlarga ko'rsatib qo'yay deb. Shu gap bo'lgan gap-da. Chunki eshitgan odamlar aytib beryapti-da. Meni olib shunaqangi haydadi dedi. Tashlay olmadi dedi. Chunki aytmoqchi bo'lganim, aslida niyatni to'g'ri qilish kerak-da. Niyat o'sha yomon niyat qilinib boshlandimi, demak unga agar Xudo yo'l bermasa qiyin qila olmaydi.